Bizde ilk aktivistlarni ekstremist deb arestuyt. Dubinkalar bilan bolalarni aytadilar, yosh qizlarni, yosh yigitlarni. Amon! Sizda bit o'zingizdan bolalaringiz uyda. Narsa bolalaringiz aytadi, hali dubinka bilan kishi bolasi tizgilar shukib keladi bolam. Oqshashlimda qo'ydim. Shulaymi? Hozir 21-asr betida 2021-yil. Siz anlaysiz. Men aytdim. 2018-yilda aytdim. Mana deputatlarga kim anlamay чистый воздухning narsa ekanini aytdim. Надо натянуть противогазы. Mana создатель уже всем показывает, что такое чистый воздух. Маски надели. Тяжело дышать через маски? Тяжело. А перчатка киеп, еще кышларга ауыр